Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Как видите, я купил аппарат. Сварочный полуавтомат. Компания Сварог. Realme Real Smart. MIG 200 Black называется комплектация. Это специальная комплектация, которая находится в нем краг и маска дополнительная. Поэтому я купил. Это основной для новичка, как бы. Те, кто только начинается, не хотят заморачиваться, докупать что-то. Поэтому я купил вот такой аппаратик. Вот хочу рассказать на узбекском языке. Про этот аппарат вы можете найти очень много информации в YouTube, так как на узбекском очень ничего нету. Вот решил на узбекском языке заснять про этот аппарат видеообзор. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganlaringizdek uzoq kutilgan vaqtlar yetib keldi. Bu apparatni men juda ham ko'p kutdim. Sotib oldim oxiri. Bu apparat haqida ozroq video obzor qilmoqchiman. Svarog kompaniyasinikiga. Jassik brendi bilan birgalikda qilinadigan apparat. Bu sal jирniroq komplektatsiyasi. Ichida krag bilan maskasi в komplektida ketyapti. Распаковкani boshlaymiz. Hozir. Так. Sizlar oldinda birinchi marta ochyapman. Aytgancha. Iltimos bor, agar video yoqayotgan bo'lsa, ko'rib, kanalimga obuna bo'lib, kommentariy qoldirib, like bosishni unutmanglar. Mana. Kragi. Сразу сходу. Hozir ochib ko'ramiz buni. Влагоотделяющий порошок ichida. Kragi кожаный. Yaxshi krag lekin menga yoqyapti. Ощущениyasi. Ana. Qalin emas, juda ham emas. Poloftomat uchun mягкigina. Qattiq emas, bo'shgina. Bitta kragini chekkaga olib turamiz. Dальше. Keyin дополнительно mana shunday smaska olganman. Bu защитный sprey. Горелкani uchiga nagar bo'lmasligi uchun mana shunday spreydan olsangiz, rasxodkalari uzoqroq yetadi. Buni ham sinab ko'ramiz. Keyin meni gazovoy ballonim bo'lmagani uchun olganman buni. Порошковый проволока oldim. Порошковый проволокаga keyin rolik ham отдельно sotib olishingiz kerak, komplektida bo'lmaydi. U-образный rolik bo'lishi kerak порошковый проволока uchun. Deka 1 kilogramlik 0,8 millimetrli порошковый проволока. Birinchi порошковый проволокada bu apparatni ishlatib ko'ramiz. Keyin горелкasi. 15 lik горелка 3 metrlik uzunlikda. Так. Apparatni o'zini keyin chiqaramiz. Va ichida быстросъемы bor gaz uchun, keyin melchopka rasxodkalari ichidagi nasotkalari. Garantiya kitobi bilan 5 yillik garantiya beradi ko'rsatuvchi kompaniya, Svarog kompaniyasi. Jassik bilan birgalikda qilinadi. Jassikdan zakaz qiladi, Xitoydan keltiriladi bu apparat. Lekin Rossiyada hozir boyagi Svarog brendida boyasida sotiladi. Aslida lekin Jassik kompaniyasining apparati. Jassikni bilsalaring kerak. Mana shunisi maska. O'z maskasini ham ochib ko'rsataman. Ichida mana shunday maskasi. Ko'rib turganlaringdek. Video.
Menga yoqadi lekin. Bitta minusi shu bitta svetofiltr bor ekanda. Bu menimcha svarka qilayotgan paytingiz juda sekin ishlaydi-da mana shu ekrani. Hamilyon-ku bu. Hamilyon bo'lgani uchun bir joyiga keladi, ishlamay qolmasligi ham mumkin. Kech ishlaydi. Keyin mana shunday защитный boyagisi svarka qilgan joyingizni tozalash uchun maskani yechmasdan turib mana ichida oynasi bor. Ishlatsangiz bo'ladi, zachistka qilish uchun, tozalash uchun detalni. Mana shunday. Yengilgina. Mana orqasidan shunday mягкий, boshda orqasida ushlab qisib turadigan joyiga специально mягкий rezinasi bor. Buni maskani regulirovkasi 9, 11, 13 dinli. Bo'ldi. Boshqa nastroykasi yo'q. Ekrani ham, svetofiltri ham mayda ekan lekin menga yoqmadi. Hozir eski maskam bor, o'zim постоянно ishlatadigan. Eski maskamni hozir ko'rsaman. Men adashmasam 5000 rublga sotib olgandim. Mana svetofiltrni kattaligi 4 ta boyagisi bor. Spichkaladigan svetofiltrini 4 ta datchigi bor-da. Keyin quyoshli joy, quyoshdan zaryad oladi va ekranning o'zi mana qo'lim ko'rsatib turganicha mana shuncha joyda egallaydi. Juda udobni-da. Xuddi mana shunday mягкий kallani orqasiga ushlaydigan rezinasi bor. Buni regulirovkasi ko'proq. Mana bu yerdan tashqarisidan necha ekan? 9, 10, 11, 12, 13 din. Keyin rejim zachiskasi bor. Shunga o'tkazasiz. Ekran svetofiltri umuman ishlamaydi. Keyin detalni обработка qilishga juda ham udobni bo'ladi. Mana shunday apparat. Maska. Eski maskam. Ko'proq mana shuni ishlataman lekin. Tak, apparat o'ziga keladigan bo'lsak, hozir chiqaramiz. Menimcha pastga tushirgan yaxshi buni. Oba. Apparat o'zi ichida yana gazga ulash uchun специальный armirованный shlang komplektida. Keyin ochka ham olgandim, bu o'zimga kerak. Keyin massa 3 metrlik. 3 metrlik massasi bor. Keyin oxirgisi mana держак va elektrodni svarka uchun bu. Mana ko'rib turganlaringdek atsigini ochdim. Atsigida 5 kilolik simda ulasa bo'ladi. Keyin bu atsigida hammasi yozib qo'yilgan. Mana podrobno. Qaytib yechishi, keyin provolkaning natijasini, qaysi provolkaga qanchalik natijani qo'yishlar hammasi yozilgan. Informatsiyasi juda ko'p. Yangi o'rganayotganlar uchun самое то deb o'ylayman men. Hozir bu yerda порошковый provolkasini uстановка qilamiz. Svarkaga tayyorlaymiz hozir uni. Порошковый provolkani uстановка qilish uchun mana shu boyagisini olib tashlaymiz. Mana shunday katushkasini, katta katushkaga qo'yiladi bu. Hammasi plastik lekin. Plastik bo'lsa ham yaxshi plastik, yomon emas. Mana provolkani chiqaramiz. Mana 1 kilolik provolka. Порошковый. Gazsiz svarka qilsa bo'ladigan. Mana shunday qo'yiladi. Обратно boyagida yig'iladi keyin mana shunday. Xo'p. Shagalarini qo'yamiz. Kengakasini ko'proq qotirib qo'yamiz. Provolkasini ham qotirib oldik. Endi simini ehtiyot bo'lib o'tkazish kerak.
Hozir o'zim to'g'rilab o'tqazib bo'ladi, bo'lmasa udobno bo'lmasa qiyin-da, provokasi tarqalib ketishi mumkin. Mana shuni oxirigacha qaytarib olamiz. Keyin provokasini chiqariladi mana shunday. Provokani chiqargandan keyin uchini kesib tashlash kerak. Uchini kesib ham tashladim. Endi katoshkasini ehtiyot bo'lib aylantiramiz. Provokasini joyidan o'tkazamiz. Provokasini ham o'rnatib oldik. Endi ozroq bo'shatib qo'yamiz shu sovunni aylanish uchun. Bu yerni ham nastroyka qilib bo'ldim. Endi hozir garelkasini qo'yish kerak. Garelkasini qo'ygandan keyin to'kollaymiz. Hozir to'kollaydik. Apparatni qo'shamiz. Bu yerda garelkasi. Bunda yana bitta umni sistemasi bor. Apparat ozroq ishlab olgandan keyin ventilyator o'chadi. Ventilyator o'chadi o'zi avtomatik tarzda. Еврораzyonli boyagi tarelka. Garelkasini qo'yamiz. Keyin холостой прогон проволока deb yozilgan joyi bor. Knopkani o'zidan bossangiz bemalol ko'rinadi. Mana shu холостой прогон проволокasi bor. Keyin induksionniy metalda qalin yuqorligiga qarab, agar qalinroq metalni svorka qilishingiz kerak bo'lsa, induksionnisini ko'proq aylantirib qo'yasiz. Yuqoriroq temir bo'lsa, kamroq induksionnis qo'yasiz. Olib tashlasa ham bo'laveradi yuqoriroqdagilar uchun. O'rtadagi bu knopkasi подача проволоканiki. Minutiga mana hozir 1 minutda 2 metr проволокani beradigan qilib qo'yamiz. Mayli, bu временно svorka qilayotganda настройка qilasiz o'zingizga qanday kerak bo'lsa. Bu knopkasi bo'lsa, voltajni. Voltaji 26 gacha. Eng balandi 11 dan 26 voltgacha beradi. Напряженияsi точнее. Keyin garelkani knopkasini bosganingizda, misol uchun mana bir marta bosib qo'yib tursangiz ishlash uchun. Keyin ikki xil rejimi bor-da, xullas. Ikki xil rejimida do'xtakni, chichiroqtakni deb aytiladi. Bir marta knopkani bosganingizda bosib turib qo'yib tursangiz o'chadi. 2 taklisida, 4 taklisida knopkani bosib qo'yaverasiz, ishlaydi. Svorka qilasiz qanchadir muddat, keyin yana bir bosib qo'yaverasiz knopkani, o'chadi. Ana shunday rejimi. Keyin parametrlarni almashtiradigan knopkasi mana tepasidagi. Birinchi ruchnoy elektrodni svorkani boyagisi ketyapti bu yerda. Nastroykasi elektrodda nastroyka qilinadi. Keyingisi argonovoy svorkaniki, garelkani отдельный garelka qo'yish kerak. Argonovoy svorkani nastroykalari bu yerda. Uchinchisi eng asosiy bu apparat mo'ljallangan asosiy vazifasini bajaradigan mana polavtomat rejimi. Polavtomat rejimida. Keyin parashkovoy проволока uchun massasi har doim minusda bo'lish kerak, plus boyagida bo'ladi. Garelkada. Endi hozir проволокasini o'tkazamiz. Проволокasini o'tkazish uchun mana shularni ochib to'g'rilab olamiz. Garelkasini uchun yechib oldik. Endi проволокasi hamma joyiga taxlangan. Холодный прогонка gazni xolosda yo'qotmaslik uchun mana shunday rejim bor. Knopkasini bosib ushlab turasiz, mana подача kelyapti, проволокаning подачасы.
Mana shuni chiqarib oldik. Mana uchida ko'rib turganlaring. Keyin lishnisini sachka bilan tashlab nasotkasini ulaymiz. Nasotkasini qatiramiz. O'zining spetsialniy ключi bor. Karilkalar hammasini joylashtirib tayyor bo'ldi svarkaga. Endi hozir massani ulab svarka jarayonini ko'rsatamiz. Mana tashqariga ham chiqib oldik. Svarishni protsessi uchun. Mana shunday qancha ekan qalinligi? 1 millimetrdan sal qalinroqda. Mana shunday detalni turbani keyin 4 millimetrlik uголовda bir-biriga mana shunday turbalarda svarka ko'rsataman. Mana smaskani boshlashdan oldin garelkani uchiga 2 marta separsan, shu o'zi yetadi. Keyin jelatinni svarka qilayotganda men mana shunday maskadan foydalanaman-da. Chunki o'zlaring bilasizlar, svarka qilayotgan paytda har xil gazlar chiqadi. Zararli-da odam uchun. Mana shuning uchun shunday maskadan foydalanish kerak o'zi aslida. Pravilasi bo'yicha, qonuni bo'yicha. Hozir detalda hammasini tayyorlab oldim. Boshlaymiz. Bismillah. Induksionnisini kamaytirib, hozir 2 takli rejimda ishlayapmiz. Garelkani bossangiz, svarka ishlaydi. Keyin 4 taklisini ham ko'rsataman hozir. Shu naprejeniani ko'p beryapman. Ozroq kamaytiramiz. Avval bu 2 taklisi. Mana King rejimini qo'yamiz hozir. Mana garelkani bosaman, qo'yib beraman, o'zi ishlaydi. Keyin yana bosaman, qo'yib beraman, o'zi o'chadi. Garelkadan qo'limda oldim. O'zi svarka qilyapti. Knopkani bosganmiz. Knopkani bir bosaman o'chadi. Buni ko'proq ish qilayotganlaringda, ko'proq qalinroq, uzunroq shok qilayotganlaringda mana shu rejimdan foydalansa bo'ladi. Tak bilan shunday точно svarka qilish uchun hozir bittasida foydalanaman. 2 takli rejimdan foydalanaman. Hozir to'xtalib svarka qilamiz. Ana endi navbat mana shu turbani svarka qilamiz. Mana shu detalga.
Buni ham stenkasi juda ham juqa. 0.5likmi? Hozir ko'ramiz. Ko'rib turganlaringda mana turbaniyamni svorka qilib bo'ldim. Buni oxirida ko'rsataman tozalab. Ozroq parashok qoladida, yoki parashkoviy provolkadan svorka joyini. Endi qalinroq temga o'tamiz. Головка svorka qilamiz hozir. Hozirroq zazor qoldiraman, shu zazor bilan svorka qilamiz. Nechun ozroq напряжениясini ko'paytirishimiz kerak. Induksionni hammasini qo'yamiz. Keyin mana shunday. Ishlatmayotgan paytlaring apparat o'zini sovutib olgandan keyin ventilyator o'chib turadi. Har doim shumli bo'lib turmaydi. Hozir mana apparatni ishlatib boshlayman, yana ventilyator qo'shiladi. Охлаждение boshlanadi o'zida. Menimcha ozroq ko'proq напряжение qo'yardim. 20 lar yetadi. Ko'rib turganlaringdek, hozir удобный положениеda emas, удобный положениеda bo'lsa, pravar хорошо bo'ladi, yaxshi pravar bo'ladi-da. Orqasigacha mana o'zlaring ko'rib turganlaringdek o'tyapti. Orasini men 2-3 mm ratsiyonida qo'yganman zazor bilan. Hozir yana proba ko'ramiz. Orqa tarafidan. Endi mana shu kubani svorka qilamiz. Birinchi qilib ichidan agar to'lib qolganini ko'rib turibsizlar, qo'ldan yaxshi tushib ketadi. Mana shu spreyni tayyorlaysiz.
Mana shu yerdan boshlanadi. Shu yerdan boshlanadi. Mana shu yergacha yaxshi svarka bo'lgan joyi. Настройка bo'lgandan keyin. Xullas, videorolik yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Svarka, like bosib, kommentariy qoldirishni unutmanglar. Yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.